Yo'q, qanaqa qildingiz aka buni? Buni yo'li oson. Keling ko'rsataman. Bakov oynani pastki qismi devor chizig'iga to'g'ri kelsa, mashinani to'xtating. Mashinaning oldi qismi devor bilan 50 sm atrofida bo'ladi. Faqat siz suyanib o'tirgan bo'lishingiz kerak. Agar yaqin o'tirib Bakov oynani pastki qismi devor chizig'iga to'g'ri kelganda mashinani to'xtatsangiz, mashinaning oldi qismi devor bilan 15-20 sm atrofida bo'ladi. Faqat yaqin qo'yayotganda ehtiyot bo'linglar, agar noto'g'ri orientir olsanglar, mashinani urib olishinglar mumkin. Orqaga yurayotganda old eshik ruchkasiga qarang. U ruchkani oxiri devor chizig'iga to'g'ri kelganda to'xting. Mashina orqa qismi devor bilan taxminan 50 sm atrofida bo'ladi. Agar dvorning o'rta qismi trotuarga to'g'ri kelsa, rulni sekinlik bilan to'g'rilang. Shunda mashinaning yon tomoni trotuar bilan 30 sm bo'ladi. Agar old kapot oldingizdagi mashinaning bamferini o'rtasiga to'g'ri kelsa, mashinani to'xtating. Shunda mashinaning old tomoni va oldingizdagi mashinaning orasidagi masofa 1,5 metr bo'ladi. Va chiqib ketishingizga ham oson bo'ladi. Agar sizni yelkangiz yoningizdagi mashinaning old tomoniga to'g'ri kelsa, rulni aylantiring. Bemalol chiqib ketasiz. Mashina haqida har xil bilimlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.